Assalomu alaykum, Xorazm Urganch. Yaxshimisizlar, bormisizlar, qahramonlar. Biza ishni davom etib turibmiz. Xudo xolasa, har xil kvartiralarimiz bor. Agarda kim uyini odam qo'yib bilmaydigan bo'lsa, Urganchdan uzoqda Qozog'istonda beda yashaydigan bo'lsalar, agarda ishonchli qo'llarga kilitni berib kelsangizlar ham odam topib, o'ylangizlar odam qo'yib beramiz. Ishonchli qo'llar, xudo xolasa, yana shuncha odamni kilitlari bor, yana shuncha uyni kilitlari turibdi. Xohlasangizni kilitlaringizni tashlab ketsangizlar ham bo'laveradi. Odam chiqadi, telefonamiz, so'raymiz, shunday odam qo'yasizmi desak, vaqtingiz bo'lmasa, o'zlarimiz qo'yib, pullarni, kartalaringizni tashlab beramiz, pasport kopiyalarini olib tashlab beramiz. Murojaat etaverasizlar, o'ylangizlar odam qo'yib berishlarimiz bepul. Xudo xolasa, bepul qo'yib beramiz.